Keyingi ishimiz ham bittada xohlasa. Bu birinchi korobka holatda edi. Shuvoq qilindi birinchi. Rodman shuvoq qilindi. Stashga kuyildi. Atkoslarini olindi. Patolog gipsogardon birinchi qo'lida. Elektromontajni qilib oldik. Xullas Nakin shpagolovka qildik. Eshik qo'ydik. Xullas hammasini o'zimiz qilib beramiz. Korobka holatdan kulishgacha, topshirishgacha. Eshikdan chekkasidagi o'sha pulini qolgan xolos. O'shanisini qarab qo'yish kerak. Bu chiroyli qoladi. Elektrik ancha kamchilik bo'lib qoldi. Biz montajlarni o'ynab ketdik-da. Elektrik kelib korobkasini terib berib ketsa bo'ldi. Chunki ana avtomat hali yetib kelgani yo'q, shuning uchun qoldi bu narsa. Ichiga qo'yildi ikkita, o'rtaga sentrga lyustra, chekkaga podsvetkalar qo'yildi. O'sha ramkalar bo'limining kvadratni ko'proq chiqadigan gulxo'y tomonga qo'yildi. Mana. Ramka shu o'zi bu ikki tomonga qo'ysa ham bo'lardi. Lekin unda bachkana bo'lib qolardi ekan. Bu xonada ham bo'lgan ishlar stashka bo'ldi, ustidan uzviy sentri o'sha lyustralandi, korobka, elektromontaj. Rozetkalargacha alohida solib qo'yildi. Buni qo'ymasligimizning sababi, buni ham shu elektrik tepadan qaysini ulashiga bog'liq. Biz qo'yib qo'yganimizni tepani noto'g'rilab qo'ysa, uni yana ochib to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun qo'ymadik. Bu ham shu skromniy usulda bo'ldi. Skromniy holatda. Tekis figura menga yoqmaydi. Tekis bo'lmaydi deganlarga qo'shimcha ichiga qo'yiladi, o'sha svet qo'yiladi chekkasiga. Tekisligini yashirib turadi har holda shu narsa. Eshiklar high-tech.